Assalomu alaykum, kitobsevar kitobxonlar. Ohangaron shahar axborot kutubxona markazi sizlarga aqlli, zukko bolajonlar uchun bolalar yozuvchisi Xudoyberdi To'xtaboyevning Tagob qishloq ertaklari nomli kitobini o'qishni tavsiya etadi. Ushbu roman sevimli adib Xudoyberdi To'xtaboyevning yangi asarlari bo'lib, uni Jannatiy odamlar romanining uzviy davomi deyish mumkin. Chunki ikkala asarda ham yozuvchi o'z bolalik xotiralarini bayon qilgan. Ushbu asar ham siz aziz kitobxonlarga manzur bo'ladi degan umiddamiz. Aziz kitobxonlar, ushbu kitobga qiziqsangiz, o'qishni xohlasangiz, Ohangaron shahar axborot kutubxona markaziga tashrif buyuring.